Men Bridge School maktabining 6-sinf o'quvchisi Abdumalikov Javohir. IT fanidan sertifikat oldim. Men Bridge School xususiy maktabining 9-sinf o'quvchisi Jo'raboyev Behruzman. Va men yaqinda bo'lib o'tgan grafik dizaynerlik bo'yicha sertifikatni qo'lga kiritdim. Men ushbu yil davomida IT sohasida grafik dizaynerlik, poster dizayn, manipulation dizaynerlik va turli xil kompaniyalar uchun logotiplar yaratishni o'rgandim. Men shu yil davomida Photoshopni va sun'iy intellektni ishlatishni o'rgandim va kelajakda kiberxavfsizlik yoki arxitektura bo'yicha karyera qurmoqchiman. Men ushbu yilda erishgan yutuqlarim va to'plagan bilimlarim uchun IT sohasidagi ustozim, ya'ni Eldar Tayirovga o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'ymoqchiman. Menga shu yil davomi bo'yicha bilim bergan Eldar Tayirov ustozimga rahmat aytmoqchiman.